Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana o'z yangi jamoasining navbatdagi kuni. Navbatdagi xonadonimizga ham axtek kacholimizni o'rnatib beryapmiz. Eski sovetskiy kachol o'rniga mana bugungi kunda eng tejamkor kachollarimizdan biri Dog'iston usti bilan yasalgan axtek kacholimizni yasab taqdim qilyapmiz. Xonadon nisbatan kichkina ekan, lekin shunga qaramasdan xonadon egasi aynan mana shu axtek kacholimizni tanladilar. Maksimum darajada gaz ekonomiyasiga erishish uchun 200 kvadratgacha bo'lgan xonadonni qizish quvvatiga ega bo'lgan kacholimizni 100 kvadrat xonadonga o'rnatyaptilar. Mana shu ko'rinishda kacholimiz o'z o'rniga o'rnashdi. Eski kacholimiz o'rni mana shu yerda bo'lgan ekan. Aynan mana shu tizimga moslagan holatda yana o'z o'rniga kachol o'rniga yangi axtek kacholimizni o'rnatib beryapmiz. Narx borasida ma'lumot berayotgan bo'lsak, bugungi kunda quyidagi kacholimiz 3 million so'mga baholangan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.